Hech kimni oti to'liq chaqirilmay qoldi-da hozir. Shuning uchun qoraka farzandimga nima ism qo'yay deb kelib so'rasa boru, shu katta azizlarimizni, payg'ambarlarning ismini qo'ying deb ayta olmayapman. Ibrohimni Ibo deydi, Muhammadni Maham deydi. Uni ismini Muhammad deb qo'ygan, Ibrohim deb qo'ygan, Islombek deb qo'ygan. Uni atini Misha qo'ymagan, uni Sasha qo'ymagan ismini. Yoki bo'lmasam, Xudo bir endi qulog'i sal kattaroq bo'lsa, laqab Lakatir deydi. Bilib qo'ying. Masxara qiluvchiga Alloh taolo vayl bo'lsin degan. Vayl bo'lsin degani. Azob bo'lsin degani, uqubat bo'lsin degani unga. Holiga voy bo'lsin degani uni. Shuning uchun mana shu laqab qo'yishlikdan ham sal odam o'zini tiyish kerak.